navbatdagi masala. Endi balandlik bilan ikkinchi diagonal berilgan bo'lsin, u holda qolgan sonlarni qanday qilib topamiz? Mana chizmada h balandlik berilgan, d2 diagonal berilgan. U holda biz mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qarashimiz mumkin. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda y katet, h katet, d2 gipotenuza rolini o'ynayapti. Shu sababli bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun biz Pifagor teoremasini yozishimiz mumkin. Mana birinchi qatorda Pifagor teoremasi yozilgan. Y kvadrat qo'shib h kvadrat teng d2 kvadrat. Bu yerda bizda h berilgan, h ni o'rniga 8 qo'yamiz, d2 ni o'rniga 10 qo'yamiz va y ni topa olamiz. Xo'p, shunday qilib biz y ni topdik. Endi romning tomoni a ni topishimiz mumkin. Buning uchun biz mana bu uchburchakni qaraymiz. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak, mana rangli qilib ko'rsatilgan. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda x katet, h katet, a gipotenuza. Shuning uchun Pifagor teoremasini yoza olamiz. Mana Pifagor teoremasiga ko'ra x kvadrat qo'shib h kvadrat teng a kvadrat. Endi x ni o'rniga a minus y ni yozamiz. Chunki x qo'shib y a ga teng. Hop, x ni o'rniga buni yozdik. Endi y ni yuqorida topdik. 6 ga teng edi. H berilgan 8 ga teng. O'rniga olib borib qo'ysak, a ga nisbatan, ya'ni romning tomoniga nisbatan tenglama hosil qilamiz. Bu tenglamadan a ni topa olamiz. Shundan so'ng, ana endi bizga romning tomoni ma'lum, a ni topdik. H berilgan yuqorida. Endi bundan buyog'iga romning tomoni a va h balandligi berilgan holdagi kabi davom ettiramiz. Hop, navbatdagi masalaga o'tamiz. Endi balandlik va d1 diagonal berilgan bo'lsin, katta diagonal berilgan bo'lsin. Mana chizmada ko'rinib turibdi, mana d1 diagonal tasvirlangan. H balandlik, mana d nuqtadan tushirdik balandlikni. Balandlikni ixtiyoriy nuqtadan tushirishimiz mumkin. Mana sirda tomonni ixtiyoriy nuqtasidan tushirishimiz mumkin. Mana biz d nuqtadan tushirdik. Chunki bu yerda bir to'g'ri burchakli uchburchak qaramoqchimiz. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. A, F, D to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bu yerda A, F katet, H katet, D1 diagonal gipotenuza rolini o'ynayapti. Pifagor teoremasini yozamiz. A f kvadrat qo'shib h kvadrat teng d1 kvadrat. Bizda h berilgan, h ni o'rniga 5 qo'yamiz, d1 ni o'rniga 13 qo'yamiz, bu ham berilgan. Bundan biz AF ni topa olamiz. AF teng 12 ga teng. Shunday qilib AF kesmani topdik. Endi mana BF kesma AF dan romning tomoni A ni ayiramiz. Shunda BF kelib chiqadi. Ya'ni AF minus A. Endi mana bu to'g'ri burchakli uchburchakni qaraymiz. Bu to'g'ri burchakli uchburchakda mana BF katet, H katet, romning tomoni A, gipotenuza. Unga biz Pifagor teoremasini yoza olamiz. BF kvadrat qo'shib H kvadrat teng A kvadrat. BF ni o'rniga AF minus A ni yozib, mana bu tenglikni hosil qilamiz. Bizda H berilgan, A ni yuqorida, H berilgan, AF berilgan. Ularni o'rniga qo'yib, A ga nisbatan quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamadan A ni osonlikcha topa olamiz. Xo'p, shunday qilib A bizga ma'lum. Romning tomoni yuqorida topdik. H ma'lum, berilgan. Bundan buyog'iga A va H berilgan holdagi kabi davom ettiramiz.